Aka opalar qaranglar, kamerani endi svet hech nima kerak emas, uni qaranglar. Tojidan ovoz boryaptimi? Zo'r eshitilyapti, chotki. Zo'r eshitilyapti, chotki. Aka opalar ko'rib turibsizlar, mana shunaqangi kameralarimiz B-svet ishlaydi, quyoshli batareya bilan, mana shunaqangi qorong'u vaqtda ham ishlaydi. Hozir biz ichkariga kirib buni obzorini qilamiz. Ko'rib turganlaringdek kameramiz moshni, svet hech nima kerak emas. Sherzod aka, buning qulay tarafini aytaymi? Ha. Buni qishloqqa borasiz, qo'yasiz-ku, shu yerdan turib kuzatasiz u yoqda. Tojikistonga qo'yib kelsangiz, O'zbekistonga qo'yib kelsangiz, Rossiyadan kuzataverasiz. Qayerda bo'lsa ham shu yerdan turib kuzatasiz. Bundagi ovoz telefonga ham boradi, telefondagi ovoz baqa ham keladi. Bemalol ovozi bilan ishlatasiz. Video vizov как. Bundan qo'lning mana aylantirib ko'rasiz. Bunisini ruchnoy qo'lda aylantirib kerakli joyga qo'yasiz, bu tarafga. Mana busi telefonlar orqali aynaladi, odamni divizinasiga qarab ham aynaladi bu mana. Odam orqasidan qo'lab yuradigan nimasi ham bor. Turdagisi bor, mana ko'ryapsizlar, mana bunaqangilari bor. 4 ta kameraliklari, 3 ta kamera, bitta kameralik hamma xil narsalarimiz bor. Quyosh bilan 4000, 5.5 ming, 3 xil variant, mana bunaqa panel, quyosh paneli bilan toksiz ishlaydigan variant. Yo'q, hammasi emas. Tok bilan ishlaydigan, mana bu 3 tasi quyosh bilan ishlaydi, qolganlari tok bilan. Ha. Svet yo'q joylarga mana bulardan qo'ysa bo'ladi. Svet yo'q joylarga mana bular.